Assalomu alaykum. Sizlardagi keyingi navbatdagi uyimiz, xudo xolasa, maktabning desatning yonida joylashgan yer maydoni 6 cho'tik o'zi ham laydan solingan, jibrlar ishlangan, oyna, eshik, akfalardan qo'yilgan uyimiz bilan tanishib chiqamiz. Uyimizning kirgan yeri shunday 2 pasom, hol, ustlari zakoniy bostirilgan, cho'tki. Kirgan yeri mana o'ng qo'limiz spalni bo'ladi, chap qo'limiz zal. Buyog'imizda esa yana bir spalnimiz bor joylashgan. Alığında bu yerden, burada xalasanız spalni etib alsanız bo'ladi. Ana bu yerden eshik açıp alganlar, burada arka etib kohnaga kirib chiqatan xod etib qoldiraman degan planda ishlagan ekan. Nu xalasanız yo'qlashsangiz ham bo'ladi bu yerda. Kohnaga ko'chadan kirib chiqadigan ham eshigi bor. Zallarni ko'rdingiz, endi bu esa orqaga chiqishimiz bo'ladi. Kohnaga kirib chiqadigan eshikni yopib tashlagan ekanlar. Ayniqdan eshik ochganning hisobına. Qalasangiz buni ochib onu da yopib tashlasangiz bo'ladi. Endi kamukak olgan odamning ixtiyorina qarab ishlanadigan narsa bu. Orqaga polni g'irdavarek zabor aylangan polnosti. Hamma zabor aylangan. Bu yoqda malxonasi, vanna sanuzellari hamma narsasi bor. Vanna sanuzellning ham eshiklari sirtdan ochilgan, buni ham yopib, ana kohnadan o'tatan etib ochgan ekanlar. Endi aytganimizdek, xalagan o'zi ixtiyorina qarab ishlab olaveradi. Samosvovlar ishlangan, to'qlar tortilgan, ustlari bosilgan, cho'tki u hammasi konkretniy. Lokatsiyamiz Toza aeroportda joylashgan. Maktabdan o'tib kelsanglar, chap qo'lga aylanasizlar. 2-3 ko'chada Uglovojning yonidagi joy bo'ladi. Bu yoqda mana garajlardan, garajlarda polni uzun mashina kirgizib qo'ysa bo'ladi. Xatarna bir 10 mashina dersa bo'ladi bu yerga. Mana xatarna mashina terib, polni mashina kirib chiqadi garajına. Atsızını xalasangiz atsızda yegib oling, xalasangiz to'ldirib tashangda burchatka bosingdan dacha bosim etib qo'ying, chiroyli etib. Bahası kelishilgan narxlarda 255 million deb qo'yildi bahasi. Salgina qaytiladigan yeri bor. Kelsanglar ustida elar bilan ko'rib gaplashib olasizlar. Kelib ko'rajaqdan ko'rsatib beramiz. Pastdagi ularga aloqalar bo'ladi. Sizlar bilan men Ixtiyor Muchanovich.